piyada ko'rsatyaptimi bizlarga? Piyada ketinglar. Tort ham qo'shiladi. Qanday arzon narx aytyapsiz? Shunday bo'lyapti. Endi tushunyapman. Shu bo'lasin. Ta'minlar faqat she'rda qilaman degandek. Assalomu alaykum qizlar, hamma yaxshimi? Biz Surxondaryoga yetib keldik. Bitta atrof ko'rsating. Mana shunaqa qiyinchiliklar bilan kelyapmiz. Hech qanday shahar ko'rinmayapti, odamlar bor, cho'l. Lekin tan bermaymiz, yengilmaymiz, yo'lda ketyapmiz. Oxirigacha yetib borishlikcha nima bilan tugaydi? Hammamiz charchaganmiz, 4:30da chiqamiz. 4:30 necha bo'lyapti? 11 bo'lyapti. Sen o teparoqqa chiqaylikchi, nimadir ko'rinib qolar. Nimadir bor lekin. Mana shahar ko'rinyaptimi orqasidan? Bu shahar bor. Mana shunaqa qiyinchiliklar bilan kelyapmiz, Zuhraxon. Asl maqsadimiz nimaga qaratilgan? Do'stlar, asl maqsadimiz mana bu chekka rayonlarda ko'tarila olmaydigan salon ko'taramiz. Mana bu qishloqdan olib chiqamiz Zuhrani hozir. Yetti soat yurdikmi? 7 soatda mana shu yerga yetib keldik. Biz Surxondaryo. Ashi boshqacha представлять. Navigator Allah. Yo, navigator Allah. Bu Zuhraxon bu boshqa lokatsiyaga yuborgan. Bu menimcha piyada ko'rsatyaptimi bizlarga? Piyada ketinglar. Lokatsiya. Ozgina yurib ko'rsakchi o'sha yoqqa, bo'lmaydimi? Shu yerda boshqa edi. Keyin haydamoqchi bo'lyapti. Bilmasam yo'lga yaqinroq bo'lsa. Ketamiz. Sizlar bilan aniq adashtirib olib keldinglar bizga. Javob navigator. Aniq ko'rdingizmi yo'l borligini? Kartada ko'rsatyapti. Haydab ketaymi charchagan bo'lsangiz? Haydang. Assalomu alaykum Surxondaryo. Biz aytilgan manzilga yetib keldik. Bizning manzilimiz Zuhra Begim go'zallik saloni. Hozir biz ichkariga kirib birgalikda hamma muammolarini hal qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Zuhraxon, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizni chaqirgandingiz. Ha. Avvalambor tanishib olsak. Men Shoira Malikova. Men Zuhraman. Yoshim 26da. 26da juda ham yosh ekan. Bu yerda ochganimga 8 yillar bo'lgan. 8 yil? Ha, 8 yildan beri shu go'zallik Ha. sohasida ishlaysiz. Ishlayman, ha. Ko'ylaklarni qachondan beri arendaga berish boshlagansiz? 3 yil. 3 yil bo'ldi, ha. U ishimni boshlatganimga 3 yil bo'ldi. Lekin bu sohaga 8 yil bo'lgan. Boshqa joylarda ishlab keyin o'zingizni go'zallik saloningizni ochgansiz, to'g'rimi? Albatta. To'g'ri. Hozir o'zini go'zallik saloni ekan bu. Ungacha boshqa joylarda ishlab kelgan ekan. Zuhraxon, endi bizga aniqroq nimalarda muammo bo'layotgani haqida gapirib bersangiz, shunga qarab birgalikda yechim izlardik shuni. Qarang, men muammom mana ochganimga 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri bitta ikkita klientim borda. Tushunyapsizmi? Makiyajga, prichoskaga problemam yo'q. Faqat qandaydir shunday kelinlar keladi-yu, liboslarimni ko'radi-da, mayli kelamiz deydi, qaytib ketadi. Yo'q, men gapirishda bilmayman. Nimadan muammo? Zakazda o'zingiz turasiz. Ha, o'zim. Klient olishda, mijoz yig'ishda. Mijoz yig'ishda, ha, klient olishda. Xodimlar bilan ish jarayoni birgalikda olib borishda. Xodimlarim bilan ham
gaplashish nimalarimiz. Hozirda qo'lingizda nechta ishchi ishlaydi? Hozirda bitta shogirdim bor. Bitta shogirdingiz? Hozircha ikkita ishchim bor. Ikkita ishchi, o'zingiz bilan 3 kishi. 3 kishi ishlaymiz. Ha, Toshkentga borib malakalar oshirib keldim. Mana shu Malaka o'zi oshirgansiz. oyiga ham, ha. 20 kunlar, 1 oylab borib o'qib, har yil o'qib kelamiz. Tajribadan umuman kamchiligimiz yo'q. Qo'limizdan kelgancha o'rganib kelamizda. Klientlarga Lekin mana muomala shu klient, yaxshimi? ha, klientlarimizga ham muomala yaxshi. Kelmamda klientlar keladi, masalan, bitta ishimiz mana aytilgan summa bo'lsa, uni kamini berib ketish, ana shuni ham. Shu ham muammoda. Ishini qilib bo'lgandan keyin, Ha, makiyaj ishini qilib prichoskani bo'lgandan bitirgandan keyin narxini kam tashlab. Mana bundayda o'zimiz narx qo'yishlarga klientlarimiz narx qo'yib yuboradi-da, tushunasizmi? Shu ham nimaga mana klient ketib qolmasin bizdan, boshqaga bormasin degan maqsadda-da. Makiyaj prichoskamiz o'rtacha narx 80 ming, 100 ming. O'rtacha narxlarimiz. Eng baland 200 ming. Lekin O'zingizga aniq narx qo'ymagansiz. Men o'shanaqa narxda qilaman, undan kamiga qilmayman degan narx qo'yilmagan. yo'q, bu qishloq sharoitiga Bu ham unaqa tamom. emas-da. Qishloq sharoitiga unaqa Yo'q, bo'lmaydi. qishloq shahar degan joy bo'lmasligi kerak. Aniq narx bo'lmagandan keyin, siz o'zingizda aniq narx bo'lmagandan keyin klientlar, конечно, narx talashadi. Siz o'zingizda avvalambor aniq narx qo'yishingiz kerak. Ishingiz davomida mana kelin chiqardingiz, mana kelin oldingiz, kelin chiqardingiz, kelin недовольный, yig'lab ketgan vaqtlar bo'lganmi sizda? Menga yoqmadi qilgan ishingiz deb ketgan vaqtlar bo'lganmi? Yo'q, rahmat aytib Ko'ylagingiz yoqmadi degan joylar bo'lganmi? Yo'q. Chunki o'zlari to'ydan oldin kelib kiyib, kechki вечерga o'shanda sal lekin makiyajlari o'chgan holatlari bor. Shunaqa. Ko'proq turib bermaydi makiyaj o'shalar. shu o'qidik keyin unga ham, ungacha hamda, lekin baribir klient kamda. Tushunamsizmi? Narsalaringiz professionalmi? Ha, ha. Narsalarni tanishasizmi? Qanaqa narsa ishlatadi? Yo, bu yerda umuman muammom yo'q. Mana soch, poch, makiyaj, Lekin bunda olganda unaqa muammolarim chekkaroq yo'q. joyda ham emas-da, joyi ham yaxshi. Ha, joyim ham yaxshi lekin ha. Kelgan mijozga laqqillash kerakda, gapirish kerak. Faqat shuni olish, kelmamday olmoqchi bo'lib, narximni sal tushirsam ham yo'q, bu narxga bo'lmaydi, umuman to'g'ri kelmaydi bizga deydi-da. Ancha pastga tushirsangiz hamda. Qancha narxni yerga urganingiz sayin, Shuncha. narxni qancha yerga ursangiz, sizda aniq narx bo'lmagandan keyin klient narxni tushirishga harakat qiladi. Narxi tushgandan keyin u narsani уже olishni xohlamaydi. Narxi tushgan narsani olishni xohlamaydi. Chunki kelinlar to'yida особенный bo'lishni xohlaydi. Eng qimmati, eng zo'ri bo'lish kerak deydi. O'sha vaqtda narxni aytishga qo'rqmasligingiz kerak. Va hozir o'shanaqa qimmat narxda aytsam, klientim chiqib ketadi, o'sha narxda ola olmaydi degan fikrda uni o'ylamasligingiz kerak. Qanaqa sharoitda kelishidan qat'iy nazar, mana yaxshiroq sharoitda kelyapti, qancha narx aytsam xo'p deb oladi yoki sal oddiyroq oiladan kelganda sal nimaroq ekan, narxda arzonroq aytsam olib ketadi degan fikr bo'lmasligi kerak sizda. Shunday bitta narx aytishingiz kerak. Oddiy odamga ham, stabilniy odamga ham hammasiga narx bir xil qo'yishingiz kerak. Narxda qat'iy turmasangiz, klient narxda talashib bo'lgandan keyin olmay chiqib ketadi. Mana oddiy men sizga primer qilib aytaman, mana magazinlarda narsa oladigan vaqtingiz hamma narsa borda, imенно siz izlaydigan narsada rang yetishmayapti-da. Men qizil rangi bo'lganda olardim-da, shuni zo'r ekani, faqat men xohlagan rang yo'q ekanda desangiz, sizga qizil rangli narsani olib kelib bersa, yana nimadir deb bahona qilib chiqib ketasiz-da. Tort ham qo'shiladi. Tort. Hammada qo'shib beraman. Artisini ham gaplashib, to'yini ham o'tkazib berish kerak. Ha? Masalan, mana mijoz keldi, men 3 million deyman. Unga 4 ta ansambl qo'shib beramiz. Bemalol 4 ta ansamblni qo'shib beramiz. 2 ta kostyum qo'shib beramiz, tortini qo'shib. 3 million. Shuni bilmayapman-da, mana ko'ryapman 1 million, 1,5 million qoladi-da, qolgani.
qilib berasan. Meni oddiy mijozga Chunki qabul kiyilmagan fatam 3 millionda. narx slishkim aytyapti-da. Qanday Arzon narx aytyapsiz. Birinchidan siz momongiz arzon narx aytyapsiz ko'ylagingizga. Men o'zim narx qo'ydim-da. u fatani o'zini so'rayapti demoqchimisiz? Ha. Shunday bo'lyapti. Endi tushunyapman. Mana kishi zo'r tushuntirib berdilar. Hozir haqiqatan ham shunday der edim. Boshiga. Yomon bo'ldi, anadir. Joyida bildingiz. Bular ham bilmasdi men bunaqa animam borligini. Men salon ochganimda hech kim menga bunaqa maslahat bermagan. Zuhra, men dashi ko'ylakni qanaqa yuvishni bilmaganman. Salon ochgan vaqtim ko'ylak qanaqa yuviladi, qanaqa chiska qilinadi men bilmaganman. Chindan qanaqa qilasizlar? Bizlarda faqat tag'oragamni evitib qo'yamiz. Ivitish kerak emas. Shundan uylantirib ketamiz jahonni. Konditsioner to'kini ulash kerak a. Zata kostyum tekin. Kelin salonda ansambl tekin. Tort tekin. Bunaqa varianti yo'q. Bironta qiz bo'lsa uylantirib ketamiz. Taklif a?
bolasi bilan boradimi? O'shanga nima qilib chiqdim-ku. Ha, ko'rdim. Gapni tagida qo'ydim. Lekin bola bilan Hech kim negativ gapirmaydim. Gapirsa qanday qabul qilasiz? Hozir normal qabul qildim. Men bilaman, men qanday qabul qilishim. Asabiylashib qolmaysiz. Men shuni deb o'ylayman. Bular qanday tasavvur xafa bo'lardim. qanday qabul qilsak deb qolaman-da, misol. Hammaga ham yo'qmaydi. Lekin bitta ortiqcha gap. Bola bilan ham sizga qiyin, ham klientingizga qiyin-da. Teginma degan narsaga ushlayman o'sha narsani olib ber deydi. Men ko'p klientlarimga aytaman, original narsa ishlatinglar yuzlaringga. Klientlar mayliga, siz o'zingiz ishlating original narsani. Yo, Zuhra qayerga ketyapsiz? Hozir ketyapman. Mana buni ko'p yoyib bordim-da. Shu yerda yo'q qo'ygan bo'lim lozim. O'tong, bilma, buni tomonga o'tib, bilma, chizavering. İçini bo'yab tashladingiz-ku. Qoshni ichi kerak emas, dumcha oldi bo'lsa bo'ldi, qoshning ichi o'zi qop-qora ekan. Men yaxshi chiqsin dedim-da. Ko'ryapsizmi? Anaqa nima desam ekan, ko'zni makiyajini qosh yutib yoradi. Qoshni to'qib, qancha qoshni to'qib bo'yasangiz, ko'zingizni makiyajini yutib yoradi. Faqat qosh ko'rinaveradi. Uzoqdan qaraganda ham ko'zga qosh tashlanadi. Ko'z tashlanishi kerak birinchi o'rinda. Men yuzga shunday qaraganda men bu nima desam ekan, voy ko'zim uncha chiroyli bo'yalgan ekan deyish kerak. Och. Endi shuna qilaman men ham. Shu zo'rda original. Apa tayyor bo'ldingiz. Zuhraxon, mana hamma muammolaringizni ko'rib chiqdik. Muammolaringizga yarasha qo'ldan kelgancha o'zimizning opitimizdan kelib chiqqan holda maslahat berdik. O'zingiz taassurotlaringizni aytib bera olasizmi bizga? Bu yerda ta'sirim juda ko'p bo'ldi. Rahmat. Hammani ichidan meni Foydali bo'ldimi sizga? Albatta, foydali, juda ko'p narsalar. Nimalar oldingiz o'zingizga? Maslahatlarni ko'p berganingiz uchun rahmat. Xatolaringizni tushunib yetdingizmi? Qayerda qanaqa xatolar qilayotganingizni tushundingizmi? Xatolarimni ham tushundim. Mana mijozlarni ishlashda tushundim. Qanaqa muomalalar tushundim. Rahmat sizga. Bergan mehnatlaringiz, bilimlaringiz uchun rahmat. Shuncha kishidan meni tanlab olganingizga ham, shuncha yo'l bosib kelganingizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Siz qancha o'nib o'ssangiz, klientlaringiz davolga ketsa, biz shuncha xursand bo'lamiz. Inshaalloh bu yerga harakat qilaman. Xursand bo'lamiz. Yana ozgina shu yerda bequndlik qilib kelganman. Mana hozir sizga dars o'tib berdim-ku, o'shanga sertifikatingizni men bittasidan jo'natishga harakat qilaman. Ha. Nima desam ekan, mana bu saloningizni o'zgartirishdi, tushuntirdik sizga nimalar qilishingizni, qanday qilsa atmosfera qanaqa bo'lishini. Men sizdan shu yaqin kunlarda Xudo xohlasa natijani kutib qolaman. Ya'ni biz ko'rsatib berishimiz kerak odamlarga, qani borganda qanaqa yordamimiz tekkanini ko'rsatib berishimiz uchun siz bizga bo'lishib turishingiz kerak. Qanaqa o'zgarishlar qildingiz, qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti, ko'ylakka klient olayotganda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi sizda.
yordam berdimi maslahatlarimiz, mana ozmi kammi bo'lsa ham makiyaj qilishda ozgina ko'rsatib berdim darsda. O'shalar ozgina yordami tegdimi sizga, foydasi tegdimi? O'shalarni biz bilan ulashib borsangiz xursand bo'lardik. Albatta qilaman. Harakat qilaman. Rahmat kattakon. Azizlar, mana bugun Surxondaryoda biz ishimizni yakunladik. Mijozimiz bizdan xursand, ko'ngli to'ldi. Qo'limizdan kelgancha hamma kerakli maslahatlarni berdik, muammolariga yechim izlab topdik. Endi kuzatib boring, keyingi lokatsiyani yana bo'lishib boramiz siz bilan.